Shaxmat shunchaki o'yin emas. Bu vaqt o'tkazishning ma'lum darajada badiiylik va ilmiylikka asoslangan intellektual foydali usuli. Jismoniy mukammallik uchun sport qanchalik muhim bo'lsa, aqliy salohiyat uchun shaxmat shunchalik muhimdir. U insonlarga xos bo'lgan alohida xususiyatlarni rivojlantirish va aqlni mashq qildirishning qiziqarli hamda qulay yo'lidir. Darhaqiqat, bola tarbiyasi bobida aql gimnastikasi hisoblanuvchi shaxmatning o'rni beqiyos. U eng avvalo bola ongini charxlaydi, tafakkur qilishga, mustaqil qaror qabul qilishga odatlantiradi, hayot qiyinchiliklariga nisbatan bardoshini oshiradi. Binobarin, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari o'rtasida har yili o'tkazib kelinayotgan shaxmat festivali musobaqalari yurtimizda bolaning maktabgacha yoshdanoq shaxmatni o'rgatishga bo'lgan ta'limiy jarayonlar izchil yo'lga qo'yilganligini ko'rsatmoqda. Namangan shahrining Davlatobod tumanida joylashgan Endiginchi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazilgan shaxmat festivali musobaqasining viloyat bosqichi ana shu hayotiy haqiqatni yana bir karra isbotladi. Ma'lumki, 2026-yilda O'zbekiston 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasiga mezbonlik qiladi. Shu munosabat bilan 2021-yil 14-yanvardan buyon ushbu nufuzli musobaqaga kompleks tayyorgarlik ko'rish, shu jumladan maktabgacha yoshdagi bolalarni mazkur tur bo'yicha muvaffaqiyat pillapoylariga yetaklovchi qator xayrli ishlar izchil davom ettirilmoqda. Bu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-yanvardagi shaxmatni yanada rivojlantirish va ommaviylashtirish hamda shaxmatchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hamda 2023-yil 8-mayda qabul qilingan 2026-yil O'zbekistonda bo'lib o'tadigan 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasiga kompleks tayyorgarlik ko'rish hamda shaxmatni ommaviy harakatga aylantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlari dastur amal bo'lmoqda. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining shu yil 17-martdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari o'rtasida shaxmat festivali musobaqalarini o'tkazish to'g'risidagi buyrug'i esa Prezidentimizning yuqorida keltirilgan qarorlari ijrosini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Musobaqaga Namangan viloyati shaxmat federatsiyasining ijrochi direktori Orifjon Zokirov boshchiligidagi malakali trenerlar Gulnoza Bahromova, Gulchehra Rahimbekova, Muhtaram Abdufattayevalar hakamlik qilishdi. Bahslar qizg'in, shaffof va murosasiz kechdi. Unda mazkur musobaqaning shahar va tuman bosqichlari g'oliblikni qo'lga kiritgan 28 nafar o'g'il-qiz tarbiyalanuvchi qatnashdi. Yakuniy natijalarga ko'ra, 5-7 yoshli o'g'il bolalar o'rtasida kechgan bahslarda faxrli birinchi o'rinni Yangiqo'rg'on tumanidagi 1-davlat maktabgacha va maktab ta'limi tarbiyalanuvchisi Firdavs Alisherov qayd etdi. Musobaqadagi 2-o'rin To'raqo'rg'on tumanidagi 33-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchisi Otabek Abdulhamidovga, 3-o'rin esa Chortoq tumanidagi 17-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchisi Kamron Toshpo'latovga nasib etdi. Qizlar o'rtasida kechgan bahslar ham qiziqarli o'tdi. Undagi eng yuqori pog'onani Chust tumanidagi Modern Children tarbiyalanuvchisi Zilola Ismatullayeva, 2-o'rinni Norin tumanidagi 3-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchisi Imona Rahimjon va musobaqa shohsupasining 3-o'rinni esa Davlatobod tumanidagi 54-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchisi Sohiba Baxtiyorova egalladi. Marosimda viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'i Azamjon Isoqov ishtirok etdi. U tanlov qatnashchilarini qizg'in tabrikladi. Kichkintoy shaxmatchilarning barchasini munosib taqdirladi. Shuningdek, u musobaqaning respublika bosqichida qatnashish huquqini qo'lga kiritgan g'oliblarga oq yo'l tiladi. Saydolim Abdurahmonov, Fatima Toshnazar va Farruh Barotov, Akbarjon Mansurov viloyat maktab va maktabgacha ta'lim tashkiloti matbuot xizmati uchun maxsus tayyorlandi.